Jiyanov to'pni yuqoridan yetkazib bermoqda. Havodagi kurash bosh bilan zarba va gol! Igor Gabriel! Braziliyalik himoyachi uchrashuv. Takroran ko'ramiz. Gabriel yolg'iz qoldirildi. Bosh bilan zarba yo'lladi. Qutqarsa bo'lar ekan Nasrxon Isoqov. Odatda bunday yaqin masofadan bosh bilan yo'llangan zarba bo'lib ham yerga sapchigan holda to'p boryapti. Ammo darvozabon turgan nuqtadan juda uzoq emasdi. Adilov aldab o'tdi. To'pni yetkazdi. G'ulomov 2-0. Abbosjon 5-golini uryapti mavsumda. Ketma-ket. Dastavval G'ulomov to'pga yetib bora olmagan ekan. Keyingi urinish Odilovda 7-assist. Golli uzatmalar bo'yicha yaqqol peshqadam Alisher. To'p chiziqda qolganda vaziyatda bu ham muhim epizod. Shtaymda 26-daqiqada Igor Kondratyuk tushdi, raqami 69 raqami. Penalti. Hakam to'sib qo'ydi. Va ruxsat berildi. Ruslanbek Jiyanov zarba yo'llayapti, gol uryapti 3-0. Navbahor hisobni yiriklashtirdi. Ruslanbek o'tgan turda ham penalti. Jiyanov esa darvozabon o'tkir boshqa tomonga ketgach zarbani yo'qotdi. Ya'ni chalg'ita oldi darvozabon. Xo'p, Qo'qon tarkibini